Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Linebet kontorida 7 million depozit bilan o'yinlarimizni boshlaymiz. Vampir ishlamayapti, shuning uchun boshqa o'yinlarda o'ynab turamiz. O'sha kechagi yutqazishdan keyin endi bitta kontorani o'zgartirib turaylik 1-2 kun dedik. O'sha 96 millionni yutqazib qo'ygan videomizni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Endi bizdan ketgan summa 7 million ketdi. 96 milliongacha, o'sha 97 gacha deyarli ko'targandik. Bugun Linebet kontorada ko'tarishga harakat qilamiz. Linebet kontori ham o'sha yaxshi beradigan kontoralardan hisoblanadi. Bugun ko'ramiz qay darajada berar ekan. Bitta 5x bor, bitta 1x bor. 3 million ketdi. Natija yaxshi. Boshlanishidan vazvoratimiz bor. Ketidan hech nima yo'q. Yana vazvorat bor. Faqat vazvoratda o'zi bo'lyapti. O'rtoqlar, o'sha barchaga tegishli bo'lmagan gap bu. Ayrim odamlar o'zlari biladi. Taxminan bir 50 ta 60 tacha odam barcha obunachilarimizga tegishli gap emas. O'sha Telegram kanalda o'sha sizlar yozishliklari uchun dostupni ochib qo'yganman, yozib muammolaring bo'lsa hal qilish uchun. Lekin вообще prikol bo'lib ketdi. Telegram kanal o'sha lichkaga yozishyapti. O'sha cho'tal tarqatyapmiz, o'sha yutgan payti boshqa mana shunaqa narsalar bo'lyapti. Cho'talni sharti yo'q deb aytganman. O'sha Telegram kanalda объявить qilaman o'sha объявить qilgandan keyin nechta odamligini aytaman, necha pulligini. O'shancha odamga tashlab beraman. Kim uspet qilsa qildi deb aytganman. Endi hozir o'ylab qoldim, bilmadim endi qanaqadir shart o'ylab topish kerakmi deb qoldim. Bu narsani sababi bor. Shart o'ylab topish kerakmi degan sababi bor. Ko'pchilik вообще prikol qilib tashadi. Kimdir kommunalkasini tashlab berib, mana shunga cho'tal qilib qo'y. Kimdirlar yana Wi-Fi tashaydimi, mana shunga cho'tal qilib qo'y. To'ldirib qo'y hisobini. Bir bola o'rtoqlar, bu slishkim prikol bo'lib ketdi bu narsa. Albatta hammaga tegishli gap emas bu. Juda prikol bo'lib ketdi. O'sha cho'tal o'zi nimaga desanglar, hech kim обязан emas birinchidan. O'sha olayotgan, yozayotganlarga tegishli bu gap. Prikol qilib tashamanglar. O'sha cho'talchilar yozayotgan paytda ham hammasi ham prikol qilmayapti. Lekin ayrimlari bor, o'sha bemaza buzoq podani buzadi deganday. Unaqa qilmanglar o'rtoqlar. Nerealniy narsa, просто odamning asabiga tegadigan narsa. O'shaning uchun iltimos qilib qolgan bo'lardim. O'sha kommunalkalaringni, boshqalaringni tashamanglar. Yoki o'sha Telegram kanalda oxiri o'sha yozib bo'lmaydigan qilib blokka tashlaymiz. O'sha boshqa muammo bilan yozadiganlar ham sizlarning orqalaringdan yozolmay qolishi mumkin. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. To'rtinchi daqiqada уже 20 millionga chiqib oldik o'rtoqlar. 4-daqiqada. Linebet kontori ham bitta bersa zo'r berib yuboradi, lekin hech qachon Linebet kontorida yutuq 100 millionga chiqmagan. Faqat Xparida chiqqan. 2x'imiz bor. Bu o'yinlarda endi 100 million so'mmagacha ko'tarishni bilmadim, lekin pulni taxminiy hisobda 10x darajasigacha ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. O'xshab bermasa
taxminiy hisobda 60 millionlargacha balki ko'tararmiz. Endi albatta bu taxminiy hisoblar, balki 50 million bo'lar, balki 60 million bo'lar. Ko'ramiz. Imkon darajasida harakat qilib, o'sha zajigat qilishga harakat qilamiz. Bu o'yinda o'zi uncha ko'p o'ynab ko'rmaganman. No 1-2 marta o'ynaganman. То есть menga Vampir Kursga yoki Scratchga yoki Kristalga o'xshab juda bir tanish bo'lgan o'yin emas bu. Просто obunachilarimizga zerikarli bo'lib ketmasin degan maqsadda bu o'yinda o'ynayapman. O'sha постоянно bir xil narsa повтор bo'lib ketdi, по-моему deb. Opa, 12 ga bitta yetmay qoldi-ya, jalab. Jalab olib bo'lmayapti buni. Qani, mana olindi. Jalab pustoy haydab yubordi shuncha narsa berib. 5x ga ham bitta yetmayapti mana. Bitta yetmay qoladi. Bitta. 3 ta bo'lganda ham unchalik alam qilmasdi. Bitta 2 ga 7. 0.2 ga balo bormi endi? Xuddi Kristalda anaqasiga o'xshaydi bu ham. 0.3 tashab beradi-yu Kristalda, xuddi o'shanga o'xshagan, bunda ham 0.2 biladi. Kristalda xuddi obro'liroq o'sha nima deydi? 0.3 da u. Qaysi biri? Jalab. Telefon gnat qilyaptimi yokimi? O'yin shunaqa gnat qiladimi? Birinchi marta o'ynashim, atak telefon shu paytgacha gnat qilmagan. 10x opa, 5x da yo'q, 10 da yo'q, tak. Jalab. 5x da olamiz sразу. Tepani olamiz. Endi pastni. Jalab. Summa tushib ketyapti. Nima bo'lyapti? Bormi og'riq? Dalbayib. Bile 10x ga bitta tashab bersa mayli. Nol 5 2 voy jarahat pustoy jo'natib yuboradi-yu bu. Yo'q, 2 bor. Jala mana 10x bilan 5x almashib tushmaydimi, bilaysiz suka. Tak 5. Bile. 13 million. 11 qoldi, 11. Yedirib yuboryapti-yu, o'rtoqlar, yedirib yuboryapti-yu. 2 qo'shib beradimi? 2 dalch qo'shadimi? Bitta 2 tashab ber. Voy jalab, tepada tashadi-yu biladi. 4 million tavakkaliga o'rtoqlar. Tavakkaliga bosamiz. Ber nimadir, ber. 5. Hatya bu 0.5 qo'shdi. Ketidan 2 bor. Nima bor ketidan? Voy jalab, 0.5 bilan chiqib ketdi-ku. 3 million
Voy jalab. Suka. Patolog summa. Hammasini tikamiz. 1 vazvurat bor. Voy suka, vazvurat bilan qoldi. Davay. Opa, 5. Voy suka, nima qilyapti bu? Bila, hozir pustoy qaytarib olmasa bo'ldi. 1 0.5 qo'shdi. Ketidan 0.2. Voy, mana bu 5 qara. Chelab, yiban. 1 vazvurat bor хотя бы. Opa, 5x qo'shdi. Joyida 25 million oxirgi summa o'rtoqlar, oxirgi. Voy jalab. Нереально интересно bo'ldi bu o'yin. Effekt. Odam чисто adrenalin his qilardi odam. Toza adrenalin. Ana kitayskiy emas, yana bitta 5x mi? Voy suka. 30 million. Natija yaxshi. 30 million. O'rtoqlar, summa 0 ga tushganda ko'rdinglar. 0. Oxirgi depozitga o'ynadik. 3 million 850 mingmi shunaqa edi. Linebet kontora Malachina qutqardi. Joyida urchat qildi. 5x bormi? Bor bitta. Vazvurat bor hozirdanoq. Boshlanishidan vazvurat bilan tugaydimi? Tavba, yo'q, 0.2 ham berasam. Voy. Opa. Yetchalab. 5 ta olib, ketidan bu nima qo'shadi ketidan? Yo'q. Pustoy baraban chalib berdi. Bu bilan 10x qo'shadimi? Qo'shdi. Bitta 3 talik. Voy jalab. Bitta 3 talik ber endi 10x dan. Voy jalab. Qani? Ikki bor, 2. Hozir 10 qo'shib, ketidan 5 qo'shib beradi. 2 ni olib turamiz. 2x dan 2 ta aylanish bo'ldi. 2 millionda ketdik. 2 millionda qatgacha borar ekanmiz, necha pul qilar ekanmiz? Voy suka. Mana u yashil bilan almashib tushmaydimi? 12si fioletovoy bilan jalab. Rozoviymi nima svet deydi buni? Bila 12sigini. Kallam ishlamay qolyapti. Summa yana kamayib ketyapti, bila. 5 qo'shdi. Bila. 5 ta oldik. Bitta. Ya jalab. Voy suka. Mayli, 5x normalniy. Voy, yana bitta 5x. Super. Voy jalab, endi 2 ta 5x qo'shib bermaydi-yo. Aniq. 42 million. Yaxshi summani kamaytiramiz. Ketma-ket endi bermasa kerak, menimcha, taxminan.
O'rtoqlar, deyarli mana shu barcha o'yinlar почти bir xil ssenariyda bularda-da. O'sha kino ko'rsangiz, o'zbek kinosida bir xil ssenariy davom etaveradi-yu, o'sha qaynona kelin munosabati yoki ikkita kompot bo'lganlar munosabati, o'sha xuddi o'shanaqa bu kontoralar ham bir xil ssenariy почти. O'sha 10:15 03 01 05 bir balolar o'tkazadi, keyin yana ketidan o'sha normalniy X tashlab beradi. Bu o'yinlarda короче strategiya bir balo deydiganlar bo'lmagan gap. Obunachilarimiz bilan opa 5x yana suhbat bo'lib turadi, o'sha Telegram kanalda bir xillarda yozishib turamiz. O'shanda ko'pchilik savollar beradi. O'sha savollardan kelib chiqqan holda ko'pchilikni o'ylantirayotgan narsalar haqida aytib o'tib ketaman hozir. Bir xil kontoralarda aytadi, 2 daqiqa 3 daqiqadan ko'p qolib ketmang bitta o'yinda. Mana shu o'yinda o'ynaysiz, nima deydi, короче, opa, nima bo'lyapti? Jala 10x dan qo'shib ber. Voy jala, meni bosib bo'lmayapti-yu, nima? Ye basharangga. Ye bilet. Короче, nimadir bo'ldi hozir. 2-3 daqiqadan короче ko'p qolib ketmanglar deydigan anaqalarga ishonmanglar, bo'lmagan narsa. Spesialniy mana shularga na prinsip qilib mana meni videolarimni kuzatishlaring mumkin. O'shalarni lichkasi, Telegram kanali yoki boshqasi bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu videolardan stresga yoki ekran zapis qilib nimadir qilib 5x tashlab berishingiz mumkin bo'ladi. O'shalarga nima deydi? Короче, bo'lmagan gap. 2-3 daqiqa dan ko'p qolib ketmanglar. Kontora yediraveradi. O'sha normalniy summa berdimi, bo'ldi, suringlar u yoq bu yoq. Men dahoya videolarimda o'sha Vampir Kurusda, Kristalda o'sha даже soat 1 soatga yaqinlashgan videolarim bor. 1 soatda o'tirib qonatib chiqib ketgan videolarim bor, o'rtoqlar. Nasib qilsa mana bugun ham nasib, mana 43 millionga chiqib oldik. 45 bo'ldi mana. Nasib bugun ham o'rtoqlar mana shu yerda qancha o'tiramiz bilmadim. Может 20 daqiqa o'tiramiz, может 1 soat o'tiramiz. Bu noma'lum albatta. 5x bor. Cho'ntagida 5x, cho'ntakda. Bitta bosamiz, opa. Короче, normalniy qonatib chiqib ketishga harakat qilamiz bugun ham. Kontora so'rovchilar diqqatiga, kontora Linebet, hayron bo'lmanglar. Bu har doim bu bola o'sha nimada o'ynardi deb, nima edi? Xpari kontorada o'ynardi deb hayron bo'lmanglar. Prosta Xpari kontora kecha futsal o'qigandan keyin uncha nima o'ynaymiz-ku babi Xpari kontorada yana. Lekin opa 2x va 5xlar 7 bo'ldi. Bu yoqda 05 oyoqda tagida o'rlashib yuribdi, короче. Keyin o'rtoqlar, xuddi boshqa kontoralar juda ko'p montajlar qiladi, juda ko'p. Videoda montajlar bo'ladi. Даже soatli video bo'lsa ham, mana ko'pchilik soatiga, zaryadkani foiziga e'tibor berib qaraydi. O'sha soatli videolarda ham montajlar bo'ladi. Agar telefoningizni sekundomerni yoqib turib, sekret, bu life hack, sekundomerni yoqib turib, o'shani nimani krutit qiladigan bo'lsangiz, videoni qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, voy jala qo'shmadi-yu.
videoni qo'yib, sekundomerga qarab, videoni vaqti bilan bir xil chiqadimi, yo'qmi, agarda mabodo kuzatadigan bo'lsangiz, bir xil chiqmaydi ko'pchilikniki. Sababi montaj bor. Montajda o'sha хотя бы 2-3 sekundga adashadi. Uning uchun 2-3 sekundni ham detallarigacha joyiga qo'yish uchun juda professional montajyor bo'lish kerak. Bu sohada yurgan insonlar u darajadagi professional montajyor emas. Va beshikisi qaranglar, shkallat qo'shdi-yu, lekin bitta yetmayapti. Bitta. Dalbayo'b. O'sha bizni YouTube'da joylashtirgan YouTube kanallariimizdagi, ikkita YouTube kanalimizdagi ham просто interes, qiziqish uchun kimda vaqt bo'ladigan bo'lsa, o'sha kimda kim qiziqadigan bo'lsa bu narsaga, o'sha любой bitta to'g'ri kelgan qo'lingiz bosishda xohlagan videoni bosib bitta qo'yib, shunday sekundomer yoqib qarab o'tirsanglar, o'rtoqlar, ровно chiqadi. 100% hech qanaqa montajlarsiz. Bitta montaj bor. Ko'pchilik Telegram kanalga yozadi. Promokod qanaqa deb promokod so'rab yozadi. O'sha savollarga oldindan javob berish maqsadida Trend 858 promokodni yozamiz mana shu videoga. Montaj o'sha bo'ldi. Boshqa hech qanaqa montaj ishlari yo'q 5x cho'ntagida. Sekin oshib boryapti summa. 52 million bo'ldi. Natija yaxshi. Men kutgandan a'lo darajada. Linebet kontorada endi men hozir kechasi o'ynayapman. No, baribir bugungi sana 30-aprel. Qaysi kuni o'ynaysiz deb so'raydiganlar ham bor oramizda. O'sha 30-aprel kuni bo'lib o'tyapti. Bugun o'ynab ko'rishlaring mumkin bo'ladi. По-моему, kontora bitta bergan kuni o'sha kun normalniy beradi yutuqlar. O'ynab omadlaringni sinab ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Keyin yozishyapti 500 ming, 600 ming, 1 million mana shunaqa summadan qanaqa normalniy summa ko'tarsa bo'ladi. O'rtoqlar, 500-600 mingdan normalniy summa ko'tarish juda qiyin masala. O'xshab bermaydi emas, o'xshab beradi. Hozir pustoy chiqarib yorsa, lekin mana shu yerdan vashshi pizdes bo'ladi. 5 tashlab beradi hozir ketidan. Mana aytdim, shuncha narsa berib pustoy chiqaryapti. Nima deyotganim ham esimdan chiqib qoldi. 500-600 mingdan, короче, 1 milliondan yoki kattaroq summa ko'tarish juda qiyin bo'lgan masala. Erta uni o'xshab beradi. Короче, 10 tada 2 tani. O'sha 10 tani ikkinchisi sizmisiz yoki 10-inchisi sizmisiz, o'xshab beradigani sizmisiz yoki o'xshab bermaydiganimi? Endi bu tavakkalchilik, lekin har doimgidek aytib o'tib ketganman, riskovat qilishga ne stoyt? 5 million depozit qildingiz, kontoraga $100 yoki $200 yutdingiz, по-любому beradi. 5 million depozitingizni хотя бы 7 million qilib какой-то momentda beradi. O'sha yerda sekingina surib olish kerak. Riskovat qilsanglar bo'ladi. Menga o'xshab kechaginday o'sha 97 million yutib turib 100 million qilaman deb 3 million uchun 97 millionni futsani qilib olishlaring ham mumkin bo'ladi. 90 million sof foyda bo'lib turgan joyda futsani qilib o'tiribmiz. Opa, ko'targan momentda jalab joyida berdi, lekin joyida 56 million 900 ming. Yaxshi natija. Keyin YouTube kanallarda 40 mingda, 100 mingda, 100 million, 50 million, 60 million bir bola qilib tashlaydigan mana shunaqa
ko'paytirib tashlaydigan kontoralar ham bor. O'sha boyagi aytganimdek eslatib o'tib ketaman yana. O'sha sekundiga qarab, soatiga qarab yoki o'shalar уже даже bir xillari e'tibor bersanglar, просто mana tepadagi soat zaryadka foizlarini просто takka yo'qotib yuboradi. Nimadir fon qo'yib qo'yadi o'sha yerga. Просто yo'q bo'lib ketadi o'sha. И buni sizlar nimani hisobiga deb o'ylaysizlar? O'zinglar bir fikrlab ko'ringlar. O'zini ko'tini yopish uchun, yashirish uchun 10x 76 million. Voy jalab. Va bitta vazurat bor. Jalab. Super. Soqqani o'rtoqlar nerealniy narsa bo'ldi. Hozir men nerealniy emas, endi realniy, просто men uchun nerealniy bo'ldi. Linebet kontorada bunaqa summa ko'taraman deb o'ylamagandim. Vay suka. Короче, imkon darajasida normalniy depozit qilib o'ynashga harakat qilinglar o'rtoqlar. Maslahatim, yutish niyatida bo'lganlar normalniy kattaroq summa depozit qilinglar. O'sha 7 million qilsangiz ham mayli 3000 so'mdan aylantirib kuzating. Qanaqa beryapti, qaysi momentda beryapti, nima bo'lyapti, kuzatib turib, keyin bitta momentda bosib ulavit qilish kerak, bo'ldi, surish kerak. Ana yerda albatta soatlab o'ynasanglar ham bo'ladi, lekin yutqazib qo'ymanglar degan maqsadda bitta berganda ham chiqib ketaversanglar ham bo'ladi. O'sha menga o'xshab soatlab o'tiradigan bo'lsanglar yo yarim soat, 1 soat o'tiradigan bo'lsanglar ham bo'ladi, lekin yo azartga berilib hammasini tiqib yuborasizlar yoki juda katta summa, normalniy summa ko'tarasizlar. Xuddi mana unga o'xshab hozir 10x normalniy summa tashlab berdi. O'zimga notanish bo'lgan o'yinda o'ynab, hozir o'sha aytdim-ku, ssenariy bularda bir xil. O'zbek kino deb nom berib olsak ham bo'laveradi bularga. 5 qo'shdi. Ketidan qo'shmadi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. 5 ga bitta yetmaydi-da. 2x ham lekin normalniy joyda vurujat qilib yuboryapti. Attak lekin bu yerda ham bugun ham Linebet kontorada ham уже ho'pa. Hozir bilan 5 bitta yetmagani uchun ana dalbayob. Короче, Linebet kontorada ham bo'ldi, yutqazdim, bo'ldi, endi chiqib ketaman deb o'ylagandim. Boyagi vaziyatni ko'rgan bo'lsanglar, o'sha videoni boshidan ko'rib kelayotganlar bo'lsa, shu обязательно o'tirib mana shuncha vaqt bo'lishiga qaramasdan kuzatayotganlarga rahmat. Endi shuncha kuzatdingiz. Jigar, bitta like bosib qo'ying. Uyat bo'ladi-yu deydi-yu ana Inamarkada. Shunaqa qilib qo'ying siz ham. Bitta like bosib qo'ying. Opa. 5x qara. Jalab mana qo'shdi. Yana bitta 3 talikmi tashlab berib yuborsa 5x da. Tasha o'rtaga bitta. Vay.
Yana bitta yetmay qoldi. Постоянный mana shunaqa ekanda bu 5x bilan bu o'yinda mana shu yutasan deb bu tipa olib borib turib, jalab suka nima bo'lyapti bu yerda? Короче, chiqib boshqatdan kiramiz. Tugallanmagan o'yin. Mayli, davom etib ketaveramiz. Kontura gnat qilishni boshladim cho'ta. Hozir boshqatdan kirib chiqib bekor qildimmi deb o'ylab qoldim, chunki endi yedirib olmasa bo'ldi bu yiban. Yaxshi natija. Bitta 2x, bitta 5x. Vazvurat bor, короче. Vazvurat cho'ntagida turibdi. O'sha vazvurat bilan qaytib ketamizmi deyman-da. Vazvurat bilan o'zing ham vazvurat bo'lib ketgin dedi-yu. 5 ta olamiz. Ketidan tap buni 10 da olamiz. Hech vaqo yo'q itogi. Dolbayib. Va bunaqa summada неинтересный qiziqarli bo'lmayapti. Cho'ta ko'taramiz ozgina, mayli yedirsa ham ko'p yedirib olmasa kerak. O'zi ham vashi rezinkaday cho'ziladigan o'yin ekanda bu. Yomon ko'p vaqt ketar ekan bu o'yinga. Odam sabrini sinab olar ekan. Mana shu o'yinni fanatlari bo'ladigan bo'lsa, muxlislari bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar layklarni bangillatamiz, короче, boshqalarga ham поделиться qilib tashlaymiz. Bangillatib o'rtoqlar YouTube kanalda reydga chiqishiga yordam beringlar. Mana shu reydga chiqib bir 10 mingta, 15 mingta obunachi bo'lib ketsin. Hozir bu yerda bizda obunachilar soni 1000 tadan oshganmiz, lekin ikkita YouTube kanalimiz bor. Bittada sizda 600 ta, bittada 1000 ta. Ikkalasida bir-birini takrorlamaydigan videolar bo'lgan. O'sha yaxshi. O'sha nima deydi? Ikkalari YouTube kanalda bir xil video emas. Har bittasida har xil videolar, har xil YouTube'lar, har xil o'yinlar joylashtirilgan. Agar bittasida o'sha podpisatsiya qilib, bittasidagi o'yinlarni kuzatadigan bo'lsangiz, o'rtaga tashlab bermaysanmi 2x ga dalbayob? Ikkinchisiga ham o'tib o'sha, например, ikkinchi YouTube kanalimizdadirsiz yoki birinchidadirsiz, lekin o'tib kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Kimdirlar o'sha ikkitasida ham bor. Voy! 77 million. Sal kamaytiraylik, ketma-ket. Voy jalab. Ketma-ket beradimi deb tursam, hozir bilamiz endi. Bitta 5 qo'shib bersa, vazvuratni o'zi. 10. 10x tashlashi bu o'yinda juda ham qiyin ekan, lekin 5x normalniy, средний sostenida tashlab berar ekan. Ko'p suvni yoniga olib borib sug'ormasdan olib kelar ekan, lekin tashlab beryapti babu. 2 nima endi? To'rtta ham yo'q endi. Bila. Andijonliklar bo'lsa hozir tushundim men nima deganimni. Andijonlik o'rtoqlarim bo'lardi. Hozir endi anchadan beri gaplashmayapmiz. O'sha
nimalar yo'q bo'lib ketgan, kontaktlar yo'q bo'lib ketgan, bir-birimizda shu birga xizmat qilgan o'rtoqlarimiz bo'lardi. Juda bir andijonliklar bormi kuzatayotgan bizni? Andijonliklar bo'lsa bitta layk bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Andijonliklarni juda boshqacha hurmat qilaman. O'rtoqlar, zo'r o'rtoqlarim bor edi, shaharlik bolalar bor edi. Juda bir prikol, hazilkash bo'ladi andijonliklar. Endi menga balki seryoznilari ham ko'pdir, lekin menga shunaqa o'sha do'stlarim shunaqa bo'lgan, o'rtoqlarim juda bir hazilkash, zo'r bolalar edi. Ular bilan vaqt o'tkazish juda odamga yoqardi, короче. Sal narsaga xafa ham bo'lmaydi. Понятка ham juda o'ta darajada kuchli. Shaharlik bolalar bilan o'rtoq bo'lganman. Endi qishloqlarda ham baribir normalniy, порядочный mujiklar bor deb, ko'p deb o'ylayman Andijonda. Yeb basharangga. Shuncha narsa berib, yomon yiban o'yin ekan bor-ku, Yo'q, yaxshi. Natijamiz yomon emas. Lekin yiban o'yin degani mana u 5x dan beradi, 10 dan tashlab beradi, 2 dan tashlab beradi, 1 dan tashlab, oxirida pustoy jo'natib yuboradi yoki 1 yoki 0.5 bilan jo'natib yuboradi. Ketingga tepib boradi, qo'pol qilib aytganda. Men senga ham mana shu bo'laveradi deb bir xil joylarda shunaqa qilinadi-yu, men 1-2 so'm qo'liga berib yubor, короче, taksi-paksisini chaqirib berib yuborasan, Yandex deb. Yiba, mana shunaqa o'yin ekan bu bular. Ma'zurat bor. To'r qilamizda o'rtoqlar, короче. Bir riskovatni bosamiz endi. Rahmat, katta rahmat. Dalboy, хотя бы 0.5 ber, 0.2. Parrot Holding biladi, dalboy yo'q. O'rtaga tasha. Va endi qo'shmaydi endi. 2x, 5x ham qo'shdi. 7 bor, короче. 7, 85 million. Qoyil, riskovat. Stoyishi riskovat bo'ldi hozir. 85 million. Summa normalniy tushgandi pastga. Bittada qo'shib berdi. Hozir yana ozgina o'ynaylik hozir do'stlar. Sabr qilib turamiz. Yana bitta riskovat qilamiz. Может, balki уже men kutmagan natijaga erishdik. Kutmagandim to'g'risi. Boshida bu endi 10x qilsam ham juda katta gap degandim. 10x dan oshib ketdi summamiz. Gap yo'q. Vazurat cho'ntagida bitta 5x ga qo'shib ber. Mana shu o'rtaga tashlab ber. Qo'shdi. Yaxshi. Endi qo'shmaydi yo 5x. Qo'shadim. Yo'q. Aytdimi? Qo'shmaydi-dimi? O'rtoqlar, kim qayerdan kuzatyapti? Qaysi shahardan kuzatayotganlar ko'p? Qaysi viloyatdan yoki poytaxtimiz Toshkentdan kuzatayotganlar ko'pmi? Yoki O'zbekistonda eski poytaxt hisoblanadigan Samarqandliklar ko'pmi? Yoki o'sha tarixiy obidalar joylashgan Buxoro, Xorazmliklar ko'pmi? Yozamiz, kommentda banglatamiz. Qaysi viloyat, qaysi shaharda muxlislarimiz ko'p? Obunachilarimiz, podpischiklarimiz ko'proq qayerdan bizni kuzatishadi? Videolarimiz davomida o'sha viloyatda qaysi viloyat ko'p bo'ladigan bo'lsa yoki shahar
o'sha Toshkent shahar poytaxt bo'ladigan bo'lsa, o'sha viloyatni shevasini bitta ikkita o'sha so'zlarni o'xshatishga harakat qilib beramiz. Kim meni qayerdanligimni topsa, точно bittada topsa, kommentda yozib ketinglar. O'sha ko'proq kommentda yozilganlar qanaqa 10 ta odam, например, Toshkent shahar deb yozadigan bo'lsa, 9 ta odam, например, Andijon deb yozadigan bo'lsa, Toshkent shahar deganlar yutgan bo'ladi. O'shalarni to'g'ri topganlariga o'sha qanaqadir bir rozыгрыш qilib yuboramiz. Kim topadi? Men qat'iyman, qat'iyman. Menda to'g'risini aytsam, ko'p ko'chada yurgan bolaman. O'zbekistonda barcha viloyatlarda bo'lganman. Barcha. Endi yolg'on bo'lmasin, bitta nimada bo'lmaganman. Qashqadaryoda bo'lmaganman. Bitta o'sha viloyat bor, bo'lmaganim yana qayer bor. Vurudi bo'ldi. Toshkent shaharmi, Toshkent oblast, Vodiyda Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qonli balla, Qo'qonda ham bo'lganman. Qo'qonli balla bormi? Qo'qonli balla. Samarqand ziyoratgohlarida, Xorazmda, Xivada bo'lganman. Xivada, Buxoroda. O'sha pashti bular, bu yog'i o'sha Voha tarafga yursangiz, Voha tarafda pashti hamma anaqalar bitta yo'lda joylashgan. Sekin Sirdaryo o'sha Gulistondan boshlanadi. Guliston, Sirdaryo u yog'i ketdi. Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro, u yog'i Xorazm bir qanaqadir joylashuv nisbatan sal tushunishim qiyin bo'lgan. Birinchi kakta kirib borganimizda Qoraqalpoq territoriyasi deyishgan. Keyin Xorazm bo'lar ekan, keyin undan dalchi yana o'tib ketsangiz, yana Qoraqalpoq bo'lar ekan. Sal o'sha joyni tushunishim sal qiyinroq bo'lgan. Короче, riskovatni boshlaymiz o'rtoqlar. 4 million qilishing bilan odamni xursand qiladi bu joylar. 10x bilan 5x tashlab beradi-yu, lekin pustoy ketingga tepib boradi hozircha. Kontora. Bitta 10. Aychalab. Moshnisidan, soshnisidan bitta. Короче, vazurat cho'ntakda 2x ham bor. 73 million bo'ldi. Vazurat bor. Shu bilan домой, по-моему. 10x. Beshga yetmay qoldi jalab. 2. Yaxshi. Qo'sh. Jalab. Qo'sh. 5 qo'shib beradi hozir. 5. Yetadimi? 7 5ga. Yaxshi. Qaysi biri? Birni olaylikchi. 2x da olamiz. 10x ga yetadi, по-моему, mana shu hozir. Yejalab. Necha pul? 70 million.
Suka, bitta 2x, bitta 5x, bitta 0,5, bitta 10x 70 million o'rtoqlar. Tepadagi 131,925,000 udar bomba bo'ldi. Bomba. 10x ham joyida qo'shib berdi, lekin oxirgi daqiqada jala zo'r. O'rtoqlar, shu joyda yakun yasaymiz. Barchanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.